Isroil G'azo bo'ylab genotsid amalga oshirayotganiga roppa-rosa 2 yil to'ldi. 2023-yilning 7-oktyabrida dunyoni shokka tushirgan holat ro'y beradi. O'sha kuni G'azoni boshqaradigan Hamas guruhi Isroil chegaralarini kesib o'tdi. Dastlab erta tongda 5000 ta raketani uchirgach, quruqlikdan ham hujumga o'tishadi. Musiqa festivalida to'plangan isroilliklar o'ldiriladi. Qurbon bo'lganlar soni 1200 nafarga yetadi. Hamas jangarilari o'sha kuni o'zlari bilan 250 nafar asirni olib ketadi va shu tariqa Isroilni qo'yishxonadan chiqarib yubordi. Butun dunyo o'sha lahzada Hamasni qoralaydi. Isroilga rahmi keladi, uning tarafini oladi. Faqatgina Eron, Hizbulloh, Yaman bu hujumni olqishlaydi. Shundan so'ng katta sahnaga Benyamin Netanyahu chiqdi. Hamas hujumini u urush deb ataydi, qasos muqarrar ekanini aytadi. Afsuski, Netanyahu gapining ustidan chiqdi. Hamon chiqmoqda. Hamasning oqlab bo'lmas ishi uchun G'azoning tinch aholisini ham xun to'lashga majbur qildi. O'tgan 2 yil davomida rasmiy manbalar Isroil hujumlari natijasida halok bo'lganlar sonini 67 ming, jarohatlanganlar esa 170 ming ekanini aytishadi. Aslida real raqamlar bundan ko'p bo'lishi taxmin qilinmoqda, chunki vayron bo'lgan binolar ostida qolib ketgan jasadlar borligi aniq. G'azoda kun kechirayotgan insonlar ochlikdan, boshpanasizlikdan aziyat chekmoqda. Gumanitar yordam berishning deyarli iloji yo'q. Yahudiy harbiylari barcha yo'llarni yopib qo'ygan. Isroil o'tgan 2 yil davomida faqatgina Hamas boshqaruvidagi G'azoni bombardimon qilmadi. U ochiqdan ochiq Livan, Yaman, Suriya, Eron, Qatar, g'arbiy sohil yerlariga hujumlar qilib keldi. O'zining azaliy raqibi bo'lmish Eron bilan bir necha bor havo orqali urush qildi. Ularning eng yirigi 12 kunlik urush nomi bilan tarixda qoldi. Bundan 2 yil avval butun dunyo Isroilga achingan bo'lsa, ularni-da qarashlari o'zgardi. Endi dunyo Isroilni qoralash tomonga allaqachon o'tgan. Hatto shu vaqtga qadar Falastinni davlat sifatida tan olmagan davlatlar uni tan oldi. Unda nega urush tugamayapti? Isroilning harbiy resurslari shu qadar ko'pmi degan savollar tug'ilishi mumkin. Isroilning resurslari bitmas tuganmasdek ko'rinadi. Ukrainadan farqli o'laroq AQSh Isroilni hech qachon ko'nglini og'ritmaydi. Agressiyadan ozor chekayotgan Ukrainani emas, agressorga aylanib ulgurgan Netanyahu hukumatini qo'llashni afzal biladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh G'azoda urush boshlangandan buyon Isroilga 21,7 milliard dollar miqdorida harbiy yordam ko'rsatgan va bu raqamlar kundan kunga ortishda davom etayotgani bugun hech kimga sir emas. Bundan 2 yil avval 2 milliondan ortiq aholisi bor G'azoda bugun hayotiy manzaralar deyarli qolmadi. Faqatgina qulagan binolar va sarson falastinliklarni ko'rish mumkin. 2 yil davomida tinchlik bitimi uchun sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Qatar bunga bir necha bora urinib ko'rdi. Dohaning o'zi ham bombalangach Qatar o'yindan chiqdi. Bu ishni hozir Misr o'z bo'yniga olib tinchlik bitimini tuzish yo'lida harakat qilmoqda. Hamas va Isroil o'rtasida aynan Misrda hozirda muzokaralar o'tkazilmoqda. Doimgidek natijalar ijobiy bo'lishidan faqatgina umid qilinyapti xolos. Arab va islom davlatlari ham Isroil genotsidiga qarshi ko'p bora yig'ilishlar qildi. Sammitlar tashkil qilindi. Afsuski, bu sammitlarda Isroilni qoralashdan boshqa keskinroq chora topilmadi. Shu tariqa Yaqin Sharq mana 2 yildirki sayyoramizning eng notinch hududi bo'lib qolmoqda. Umid qilamizki, bu notinchlik tez orada barham topadi.